Biz sizlar uchun yozgi sezonga juda zo'r narsalarni tayyorlab qo'yganmiz. Nima desanglar, mangal, barbekuli bularni ko'rishinglar mumkin. Hammasi rossiyskiy bo'ladi. Hammasini cho'zib o'tirmasdan bitta-bitta hozir modellar bilan, narxlar bilan tanishtirib chiqaman sizlarni. Birinchi modelimizni ko'rishinglar mumkin. Mana tepalarida o'zini duxovkaga o'xshagan pechkalari bo'ladi. Undan tashqari setkalari bor. Bemalol steykli, shashlikli, shunga o'xshagan narsalar pishirsanglar bo'ladi. Undan tashqari mana bitta kichkina shu mangalchasi ham bo'ladi o'zida. Bunimizning narxi $440. Ikkinchi modelimizni ham ko'rishinglar mumkin. Mana shu zo'r model. Bunimizni qulayligi premium sutasi. Mana bu tarafiga qozoqlarni qo'yib, bemalol o'choqga o'xshab ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari shashliklarni mana bu o'zi xohlagan shaklingizda qo'yib, mana sixlarni qo'yib bemalol pishirsanglar bo'ladi. Undan tashqari bu modellarimizni tozalash ham juda qulay. Mana kunlarini olib ishlat bo'lgandan keyin, undan tashqari yopib dimlab qo'ysanglar bo'ladi. O'zida mana gradus ko'rsatadigan datchiklari ham bo'ladi. Bunimizning narxi $315. Uchinchi modelimizda bundan bitta oldingi modeli sal savdoroq varianti, ya'ni buni qop-qog'i bo'lmaydi, yopiladigan, dimlamaysiz bunda. Bunda ham xuddi shunaqa o'choqlari bo'ladi o'zida. Bunimizning narxi atiga $275. To'rtinchi modelimizni ko'rishinglar mumkin. Bu o'sha qop-qog'li, yonida shu o'chog'i bo'lmaydi o'zini. Bundan yopib bemalol bunda ham o'sha graduslarni ko'rib, bemalol dimlab pishirsanglar bo'ladi narsalarni. Bunimizning narxi $215. Beshinchi variantimiz xuddi shuni qop-qog'siz varianti. Bunda ham shu yopiladigan qop-qog'i bo'lmaydi. Bunimizning narxi $150. Menga bu kattadek qiladi, uyimga, dachamga sig'maydiganlar uchun kichkina variantlari ham bor. $46. Bunimizning narxi to'g'ri, lekin oddiy qo'rilarga nisbatan misol buni nima bilan narxi qimmat bo'lishi mumkin. Qimmatligining avvalambor sababi bor. Birinchidan bo'ladi, rossiyskiy bo'ladi. Temirlari ancha qalin bo'ladi, oddiy tunkadan bo'lmaydi bo'ladi. Agar sizlarga shunaqa barbekular, misol uylarga, dachalarga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Va videomizda shunaqa barbekuni yoqtiradigan tanishlarga jo'natib qo'ydik.